Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Mana Qo'qondagi saxiy do'konimizga yemlarda, hashaylarda chiqargani universal drabilkalarimizdan yetib keldi. Har xil variantdagilardan bor. Bularimizni ko'rsatib, narx-navolarni aytib, tanishtirib o'tib ketamiz akalar. Ko'rishingiz mumkin har xil variantlaridan dumaloq, to'rtburchak hamda samodelli, zavodskiy variantlardan ko'rsatib o'tib ketamiz. Ko'rishingiz mumkin. Birinchidagi drabilkalarimiz Ariel firmaga tegishli, motorlari 505 kW yozilgan, katta motorlardan qo'yilgan drabilkalarimiz bo'ladi. Xohlasalaring bularga sirtilgan makkalaringni, bug'doylaring tepadan ham tashab chiqarsalaring bo'laveradi. Xohlasalaring sotali donlaringni tashab bag'dan bemalol chiqarib ishlatsalang bo'laveradi. Mana shu yonboshidan o'xirlarni qo'shib beramiz. Hashaklaringni bemalol solib ishlatsalang bo'laveradi. Pichoqlari mana shu holatda terilgan bo'ladi. Bu yerda 3 ta katta pichog'i, hashak 40 degan katta pichoqlardan ham qo'yilgan. Motorlariga keladigan bo'lsak, motorlari 505 kW yozilgan katta motorlardan o'zida hop, tok ko'rsatadiganlarigacha qo'yilgan akalar, hamda kabellari chiqadi aka, motorlarda akalar, kabellari chiqadi. Katta motorlardan qo'yilgan, kilogrammlari ham katta, hamda past tokka ham ishlaveradi bemalol. Ko'rishingiz mumkin. Bularimizni 4 xil setkalari bor. Mana shu dondagi eng mayda un qilib beradigan donlari bo'ladi, hamda shu chiqarishlaringga qarab 4 xil setkasi bo'ladi akalar. Kimga shunaqa drabilkalar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar akalar. Narxlari chumli 200 ming so'mdan boshlanadi. Motoriga qarab, katta motorlisiga, agar kichkinaroq motorlisi bo'ladigan bo'lsa, arzonroq variantlaridan ham bor. Bularimiz narxi 3 ming 200 ming so'm. Ko'pchilik bilgan mana o'zimizda o'sha original, lislari qalin, katta motorli qizil drabilkalarimizdan kelgan. Lislari ham buni ishlatib yurganlar biladi. Pichoqlari ham original pichoqlardan qo'yilgan. Motorlariga keladigan bo'lsak, bunimizda ham katta 5,5 kW motorlardan qo'yilgan. Tepasida mana toklarni ko'rsatib turadigan datchiklargacha bo'ladi. Motorlarga mana 505 kW yozilgan, 220 ga bemalol ishlaveradi akalar. Ikkala motori ham 220 ga bemalol ishlaveradi. Kilogrammlari 23 kg, 25 kiloli katta motorlardan qo'yilgan akalar. Motorni ham ko'rishingiz mumkin. 220 ichida eng baquvvat, eng katta motorlarni qo'yilgan. Motorlar ham yangi 25-yil avgustda chiqqan motorlar, yangi sveji motorlardan, Asadga bas, yaxshi motorlardan, yangi motorlardan qo'yib qo'yilgan. Bunimizga donlarni mana shu yerdan solaverasizlar. Xohlasalar hashak chiqarganlaringda, ba'zi hashak o'xirlarni qo'shib beramiz. Katta o'xirlardan bo'ladi. Hashak chiqarganlaringda xohlasalaring tepadan, xohlasalaring menga to'zg'itib yubormasin desalaring, pastdan ham bemalol hashaklaringni chiqarib beraveradi. Xitoyda bularimiz ikkalasi ham zavodskiy variantlaridan. Bunimizda listlari qizilimizga qaraganda ozgina yuqoriroq bo'ladi. Qizilimizda listlari ham, pichoqlari ham original, yaxshi almasli pichoqlardan qo'yilgan. Bizda ko'pchilik ko'rib yuribdi endi YouTube'larda mana shu haligi toshlarni suvgacha chiqaryapti deydigan o'sha to'rtburchak dumaloq variantdagi samodelli drabilkalarimizdan olib kelib qo'yganmiz. Bularimizni ko'rishingiz mumkin. Ikkalasi ham o'zimizning brendga tegishli, saxiy nomida chiqyapti akalar. Universal drabilka. Bularimizni ham ikkala variant, hamma variantda 3 xildan setkalari bo'ladi. Mana setkalari o'z yo'liga qo'yib qo'yilgan. Bularni ham setkalari mana tepada xohlasalaring sotali donlarni tashlashlaring mumkin. Xohlasalaring betini ochib turib mana shu holatda hozir buni kraska qilingan hisobiga qotib qolibdi. Mana shu xohlasalaring makkalaringda o'sha yerga sotalar anaqa donini, bug'doylar to'kib olib chiqarsalaring bo'laveradi. Bunimizda og'zilari ham mana ancha katta, malotkali pichoqlardan qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin mana. Bunimizning setkalari ham o'zida bo'ladi. 16 talik, 20 talik pichoqlardan qo'yilgan. Uni tagida don uradigan malotkali pichoqlari ham bor. Pichoqlarni ham ko'rishingiz mumkin. Kombaynlarni katta pechatli pichog'idan qo'yilgan akalar. Bunimizda ham pichoqlarni ko'rsatib o'tib ketamiz akalar. Pichoqlarni mana ko'rishingiz mumkin. O'sha almazni pichoqlardan qo'yilgan. Kombaynlarga mabodo ketib qoladigan bo'lsa, tushaveradi akalar. Mana vaqtida don uradigan malotkalarigacha qo'yib qo'yilgan. Mana shu pichoqlar tagida bemalol ishlatsalaring, sizlar aytgandek chiqarib beraveradi. Setkasiga qarab
Ularimizni ham motorlari, katta motorlilari bor. 505 kilovatli yozilgani bor hamda 4 kilovat yozilgan motorlilardan bor. Bunimizga avtomatlar qo'yilgan, tayyor holatda ishlatgani. Xohlasalaring mana bunda ham to'g'datchiklarigacha qo'yilgan. Kimga qanaqa drabilkalar kerak bo'lsa, boshqa turdagi drabilkalarimizdan ham olib kelib qo'yganmiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, like, podpiska kutib qolamiz. Bemalol telefon tagidagi nomerlarga aloqaga chiqsalaring, optim narxlarda kelishtirib qilib beramiz. Sariq drabilkalarimiz 3 million 200 ming so'm, 3 million 300 ming so'mga qizillarimiz, 2 million 500 ming so'mga 4 kilovatli sariq drabilkalarimiz, 2 million 600 ming so'mga mana shu ko'rib turgan dumaloq drabilkalaringni xarid qilishlaring mumkin. Bemalol do'konimizdan kelib, optim narxlarda xarid qilishlaring mumkin akalar.